Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda Cristiano Ronaldoning World Cup kartasini birgalikda sizlar bilan full qilamiz. Ronaldoda 87lik kartasi bor. 2018-yil o'sha jahon chempionatida Ispaniyaga qarshi juda ham ajoyib hat-trick amalga oshirilgan kartasi chiqqan. Uni sizlar bilan birgalikda ya'ni 6 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz. 6 ta 100 va strat darajalari 90. Xo'p, akkauntimizda hozir 47 mingta almost 2,5 million tangasi bor. Zaxirasi 39 ta va kuchaytirgichlari ko'rib turishlaringdek yaxshigina kuchaytirgichlari bor. Bazasini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Bazasi full. Где-то так. Boshladik albatta kanal rivoji uchun videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lish ishdan chiqmasin. Kommentga o'z fikrlaringni yozib qoldirishlaring mumkin. Kimga ham shunaqa akkaunt kerak bo'lsa, bemalol yozishlaring mumkin bizga. Xo'p, boshladik. Ronaldo Daikon pas Ronaldoni bilasizlar. Biz 600 chiqarishimiz kerak. Bizga eng sal 81 tezlanishi, ana shuni sal 100 qilish bizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. 280 tangadan foydalanib ko'ramiz. Pas, shot, kontrol yo'q. Oddiy kuchaytirish menimcha yaxshimi deyman-da. Yaxshi, tak legendarniy yana. Stamina, ajoyib, pas. Va mana yaxshi, mana shu to'rttasiga tegaversa albatta 6 ta 100 chiqarishimiz juda ham oson bo'ladi degan umiddaman. +3 darajasidan kuchaymoqda, ajoyib. Yana legendarniy kuchaytirgichlarni ishga solamiz. Va mana tak. Uzr, sirmas. Tezlanish, tezlik, tezlanish, stamina, hamda pas. Ajoyib mana. Juda ham yaxshi. Uje 6 ta 100 chiqarishim juda ham oson bo'lib qoladi Ronaldodan. Yaxshi, agar kuchaytira olmasak sotib albatta boyagi anolarni almashtirib boyagi sotgan payti Ronaldoda almashadi bilsalaring yaxshi. Mana shot, svet va yana ajoyib mana. Juda ham yaxshi. Uje 92 plus 91 plus bo'lib qoldi. Shu tez tak yaxshi mana. Udari 99 bo'lib qoldi. Yana bitta legendarniy kuchaytirgichni ishga solamiz. Stamina, kontrol, pas va shot. Ajoyib. Yaxshi. Tak, bizga hozir tezlanish kerak-da. Tezlanishda sal kuchaytirib olsak juda ham yaxshi bo'lardi. Kontrol, pas 3 talikdan berar ekan. Yo'q, bittalikdan bersak menimcha yaxshi, chunki tezlanishimiz qolib ketyapti. Tak legendarniy, stamina. Sirga berishga majburmiz. Bitta berib qo'ysak hech narsa qilmaydi. Tak legendarniydan yana tezlanish, stamina, kontrol hamda pas. Ajoyib. 95 bo'lib qolmoqda tezlanishi. Yaxshi, mana 6 ta 100 chiqarish menimcha qilsak bo'ladi. Bemalol chiqarsak bo'ladi. Yani legendarniyda kuchaytirgich, tezlanish, pas 3 talikdan berar ekanmiz. Tezlik, tezlanish va pas.
Yaxshi, mana pastdan 3 ta yuz, tepadan tezligi bitta yuz chiqmoqda. Ajoyib. Tak, yaxshi. 99 bo'lib qoldi va tezlanishi 97 bo'lib saqlanib qolyapti. Hozir bittalik bersak, kallani ishlatamiz bu yog'iga endi. Yo'q, 3 ta bersam yaxshi edi. Bittalik berib ko'rishga majburmiz endi. Mana yaxshi. Tak, endi bu yog'iga sal kallani ishlatib qilsak yaxshi bo'lardi. Mana tezlanish bir marta sotib aniqlaylik-da shu Ronaldoni. Tak. Bittalikdan beramiz, ajoyib, mana qaranglar. 100 hamda 99 holati juda ham ajoyib. 6 ta 100 chiqarish yaqinmiz yana bittalikdan va mana 6 ta 100 jigaralar Cristiano Ronaldodan o'z maqsadimizga yetdik desak ham bo'ladi. Tak. Va mana ajoyib 6 ta 100 va 90 holati. Qaranglar, 6 ta 100 chidamaylik, yana str darajasi, kuchi str darajasi 90, tak to'p olib qo'yish darajalari 41 holatiga yetib kelmoqda. Bunaqa Ronaldoni hozir kuchaytirish oson bo'lib qoldi. Sizlar ham bemalol kuchaytirib olishlaring mumkin. Keyingi videoda albatta biz Lionel Messi, keyin De Bruyne, Joshua Gvardiol, Kyle Walker va Perisic, James Rodriguez hamda Keller Navaslarni bemalol full qilamiz. Bugungi videomiz shu edi. Biz o'z maqsadimizga yetdik va Ronaldodan 6 ta 100 chiqarishga muvaffaqiyatga erishdik. Tak, sizlarga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizning akkauntimizga yozsalaring bo'ladi. Hozircha xayr yerlar, salomat bo'ling.